2013-yılda ishlab chiqarilgan Captiva 4 qilingan 3lik motor, avtomat korobka Captivamiz yurtdoshlar. Mashinamiz metan gazlari bor, 190 ming kilometr yurgan. Balonlari toza qo'yilgan. Rasxoti yo'q. Faroqlari, tonirovka razishenalari bor. Ishlar aquaprint bo'lgan, Tesla monitor qo'yilgan. Kulis kontrol, hamma jiba nakitcha chexollari bor. 4 tane 30lik metan ekan mashinada. Arkalari 30lik metandan 4 tanasi bor. Xodovoyi, korobkasi hech yerinde ishi yo'q. O'zim aytib ko'rdim, hozir yurishlari ham zo'r. Mashina yurishi, tortishina gap yo'q. Motor korobkada hech yerinde ishi yo'q. Kraskalarni endi ko'rsatib o'zlaringiz uchun tekshirtirib olasizlar. Mezigar pult, hamma narsasi bor. Tayyor mashina, Captiva 4 bo'lgan. Bahosi 155 million so'm. 13-yil. 155 million so'm. Ko'rib bir qator tekshirtirib olasizlar. Qo'shib avtomarketda turadi, lekin mashina yaxshi mashina ekanligi. O'zim aytib ko'rdim. Sana tavsiya qilib turibman. Ko'rib olasizlar.